sallallohu alayhi vasallamning 3 ta o'g'il farzandi bo'lgan. Lekin uchalasi ham yoshligida vafot etib ketdi. Nima Alloh taolo qizg'andimi o'g'il farzandi payg'ambarimizni? Yo'q birodar. Albatta bu hikmat bilan bo'ldi. Albatta bu hikmat uchun bo'ldi. Toki hech qaysi bir erkak men payg'ambarning urug'idanman, men payg'ambarning vorisiman demasa, payg'ambar meni otam demasa, toki talashib tortishib husumat bo'lmasin, odamlarga noto'g'ri ibrat bo'lib qolmasin. Chunki zurriyotdan ketgan agar o'g'il bola bo'lsa faraz qilinglar, ko'payib ketib turib, hozirgi zamonga yoshlarni senga bir aynaydigan bo'lsa ana deydi. Qorakani o'g'li deydi-yu. Tushunarlimi? Avvalambor Alloh bilgan hikmat. Lekin mana shunga o'xshagan noto'g'ri ibrat bo'lmasligi uchun, ana payg'ambarning o'g'li demasligi uchun Alloh taolo yana o'zi bilgan hikmat uchun biz bilmagan o'g'il farzandlarni olib qo'ydi. Muhammad alayhisolamning otasi ham, onasi ham Rasululloh kichkinaligida vafot etdi. Otasi Rasululloh tug'ilmaydi. Onasi 6 yoshlarda o'tdi. Agar ota-onasi tirik bo'lib turib, payg'ambarimiz shunday inson bo'lib ketganda otasi aytar edi: "Meni bolamda bu, men tarbiya qilgan. Meni tarbiyamda demidi?" der edi. Agar onasi tirik bo'lib, Rasululloh shunday maqomga ko'tarilsa nima der edi? "Men tarbiya qilganman" dermidi? Alloh taolo ikkalasini ham olib qo'ydi. Nima uchun? Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sizni men tarbiya qilganman deydi. Alam yajidika yatiman fa'awa va wajadaka dollan fahada. Sizni yetim holda olib panohimizga olmadikmi? Adashgan holda topib hidoyat qilmadikmi? Demak, Alloh taolo o'ziga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni tanlab oldi. Dalil vastana'tuka li nafsi va men sizni o'zimga payg'ambarlik uchun tanladim. Demak, payg'ambarimiz sayyidul xalq, afzalul anbiyo val mursalin bo'lishligi uchun Alloh taolo tanlab oldi. Mana endi shu hodisadan keyin Zayd ibn Muhammad demay qo'ydi hech kim Zaydni, Zayd ibn Horisa bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'g'il farzandlari yoshligida o'tib ketdi, ammo qizlari barchalari tirik bo'ldi payg'ambar bo'lganida payg'ambarimiz. Barchalari musulmon bo'ldi. Rasululloh 3 ta qizini ko'mdi. Zaynab, Ruqoya, Ummu Kulsum. Payg'ambarimizdan keyin qolgan bitta farzandi Fatima onamiz roziyallohu anha. Lekin bu onamiz ham uzoqqa bormadi. Rasulullohning vafotidan keyin u onamiz ham vafot etdi. Sirat ulamolar aytadi, tabanni odatini bekor qilish uchun Alloh taolo Muhammad alayhisalomni Zaynab binti Jahshga uylanishga buyurdi. Otalar o'zlarini o'g'illarini ayollariga uylanishi harom. Mana shu hukm bilan boqib olingan bola otaga o'zini haqiqiy bolasi bo'lmasligiga bir dalil bo'ldi.